Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugungi sanamiz 2026-yilning 19-fevral kuni Jizzax viloyatining yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Said Ahmedov boshqarib turgan binoning oldiga keldim. Hurmatli yurtdoshlar, bugun mana bu holat bo'yicha ko'p yurtdoshlarimiz YouTube orqali Do'stlik tumanida ishlovchi bolalar bo'limi hamshirasi Ozoda Parmonovaga nisbatan yo'l harakat xavfsizligi Do'stlik tumanida inspektor Qo'ng'irbayev Sherzod xodim unga nisbatan ma'muriy bayonnoma to'ldirib, uni 131-jinoyat ma'muriy kodeksining moddasini qo'llab sudga taqdim qilgan. Sud uni Arnasoy tuman sudi va Jizzax viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rilgan hamda Toshkent shahrining oliy sudida taftish tartibida ko'rilib, Ozoda Parmonovaga nisbatan dastlabki 16 million so'mu 480 ming so'm jarima jazosi tayinlanib, 3 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilingan. Endi bir yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning bir gaplari shu joyda yodimizga tushib qoladi. Mana ko'p minbarlarda qattiq ohanglar bilan odamni ichiga kirib boradigan gaplar bilan kambag'allik to'g'risida, ya'ni kambag'allikni qisqartirish hamda uni oldini olish to'g'risida qancha qarorlar, qancha xalqqa, yurtimizdagi fuqarolarga shu yangiliklarni yaratib kelishyapti. Lekin bu joyda bu Ozoda Parmonovaning yolg'iz boquvchiligini hattoki bular inobatga olmagan. Yana uning o'g'li Toshkent shahrida 2-kurs talabasiligini hamda uning qizi Jizzax shahrida o'qishga tayyorgohda bo'lib turganini ham inobatga olmay, unga nisbatan xuddi 16 million 480 ming so'm jarimani qo'llashgan. So'ng mana Ozoda Parmonova Do'stlik tumani bolalar bo'limida hamshira bo'lib ishlab maosh olyapti, lekin har maoshini shu mana 3 oydan beri majburiy ijro bo'limi tomonidan bu jarimaga ushlab qolinyapti. O'zi atiga 3 million 600 ming so'm maosh olsa-yu, bundan bir qandaydir qismini majburiy ijro ushlab qolsa. Qanday bunda bu inson kambag'allik qisqartirish yo'lidan chiqib ketadi? Qanday bu kambag'allikdan bemalol hayotga shirin kirib boradi? Va nihoyat nima qiladi? Vaholanki bu o'zi hamshira bo'lib bemor olib kelgan ota-onalarga xizmat qilaman deb ulardan shu jarima pullari uchun ulardan pul talab qilishga majbur bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, mana endi Ozoda Parmonova shu mayli men shuncha chora oldim, lekin meni nima sababdan vodiy kamerani talab qilganimda sud jarayonlarida bu inspektor yo'l harakat xavfsizligi Qo'ng'irbayev Sherzod nima uchun bu vodiy kamerani sudga taqdim qilmagan? Agar taqdim qilganda meni u joyda nima talablar qilganman? Menga qay darajada bu Qo'ng'irbayev hamda uning yonidagi inspektorlar qanday muomalada bo'lgani holatlari hammasi namoyon bo'lgan deyapti. Lekin mana hozir Jizzax viloyat yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi tomonidan Ozoda Parmonovaga inspektor Sherzod
Qo'ng'irboyevning vodiy kamerasi ishlamagan degan xulosa bu bizga javob xatida berilgan. Mana hozir endi Ozoda Parmonova yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Qo'ng'irboyevning rahbarining oldiga, Saidahmedovning oldiga kirib, qani menga javob xati beringlar deb mana sarson buyuribdi. Lekin yurtboshimiz Shavkat Miromonovich minbarlarda aytgan gaplari bor edi. Agar vodiy kamerasi ishlamasa, o'ziga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atasan degan so'zlarini nega bu Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Saidahmedov bu narsani eshitmagan. Shuning uchun bu murojaat deysizmi, shunchaki so'z deysizmi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri hurmatli Azizbek Toshpo'latov, mana bu holatlarda siz ham balkim eshitarsiz, balkim eshitmassiz. Lekin bu Saidahmedovning qani men javoblarini kutib kelyapman. Agar Azizbek Toshpo'latov, Saidahmedov agar mabodo bu holatlarga o'z ishiga sovuqqon bo'lib ko'zini yumorsa, men aytyapman, sizni qo'l telefoningizga chiqishga majbur bo'laman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qani nima sababdan oddiy inson shunchalik jabr tortishi kerak? Oddiy inson bir holatdan o'zini asrab bir chiziq bossa, unga jarima jazosi tayinlanadi. Lekin bu Qo'ng'irboyev Sherzod inspektor, qasamyod qilgan inson nima uchun bu Ozoda Farmonovaning faryodlarini yozib olingan vodiy kamerasini o'chiq degan xulosa qilib o'zini chetga tortyapti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.